Assalamu alaikum qarindoshlar. Mush vaqtingiz xayrli olsun. Bugün 2021 yılı 4. ayının 17 Ramazan'ın 5. günü. Yakın yankı Türkiye'deki yuqum ahvalınınki işe ergişip muhaciretteki Uygurlarının mu yuqumluş ahvalı günden günge aşmakta hem ölem yetim köp bulmakta. Şu münasebet bilen ben koronavirüsüden saklanış aldığını eliş dikkat kıldığan işler doğrusunda qarindoshlarım bilen bir ortaklaşayda bir qancha tavsiyani qilmoqchi. Bu koronavirüsüden yuqumlanganlarninki mağdusuzluk, halsizlik hammalarında umumiylik bo'ladigan bir alamet oldu. Ondan başka yo'tal dem siqilish, qizitma bo'lish, nafas siqilish, to'ngib titrash, ondan keyin gal og'rish, bosh og'rish, ondan tam va puroq sizimini yo'qotish qatorliq alomatlar bilan o'tadigan bir kasallik bo'lib, zukam bilan asos jihatdan aralashib ketdi. Yoki zukam bilan o'xshash alomat yuz berganlikdan dastlabda ko'pincha kishilar zukam o'xshayman deb salqirab sirtlig'i chiqib boshqalarga yuqtirish, boshqalardan yuqumlanish mushu ahvol bilan bu kasallik kundan kunga ko'payyotdi. Endi men bu kasallikning xabarini nayt ko'p anglag'ultug'li bir hafta bo'ldi. Bir haftadan yanqi o nima Uyg'urlarda, muhojirlik Uyg'urlarda bek ko'p bo'lib ketdi. Hem o'lim yetim ko'p bo'ldi, hem ig'ir o'tayotdi. İlgirkidən ağır alametlere ağır bulavatudu. Şunun için qarindoshlarimga bundan keyin bo'lmaganlar şu sirtqa chiqmaslik, sirtqa chiqqanda cho'qim maska taqab, 2 qat maska taqsaqmi taqab, ishimizni tugatiblam darhol yenib ketgan ishni qilsak, şu sirtda turish, sirtqa boshqalarga aralashish uchun yuqumlanganlarni aytacak. Tunigan 8 o'quvchining yuqumlangan xabarini angladik. Sapa köydən yo'qdi deb. Endi yuqumlanganlar mendan eng ko'p so'ragan savol nima desa, men mushna mag'dusizlanib, halsizlanib qolgan, o'tal dem siqilish ahvoli yo'q, qizitma yo'q. Lekin gelimsel ağırgandek, gelim kurgandek, gelimde bazı bir binası badek his kılıvatımen, bazı purak yaxşı sizilmevatıdı, tam abdan olmavatıdı gen soğanlayacak soraydı. Ama sizi korona olap qalğanlımı keyin dep qalsa, hiç qalsa itiraf qılmay, yo'q men o'masdim. Bu chaqadimi bo'lib turtdim men deb, shu o'zini qaçırtgan yoki o'masdim deb turtgan. En axırda tekshirtishdan keyin korona olapdim, pozitiv chiqdim. Qanday qilaman degan savolni aytib ko'p keldi. Endi men uliga demoqchi bo'lganim, korona bo'ldi yoki bo'lmay odatga zukam bo'ldi, hammasida shu suyuq salang tomoq ichish nihoyat yaxshi, foydali. O suyuq salang tomoqni bo'lsa qo'rimay atgan, sayko'ktatni jiq sog'an, zukamga foyda qilgan masalan so'ng piyoz, xom zanjiril sog'an, sayni ko'ktatni jiq sog'an, undan keyin oz-oz go'shtni to'g'rab etken suyuq say sho'rpisi deb qo'ydik. Shunun tuzini yaxshi tanshab, shunga guruch solsaqmi bo'ladi. Shiri guruch bo'ladi. Agar uni kesib solsak, ugur bo'ladi. Yoki kakcha nonlarimiz va uni chilab, uni bilan birga ichganda bu nihoyat yaxshi keladi. Endi shu korona bo'lganlarning 1-2 kuni zukam bilan o'xshash alomat yuz berib, bularmi 5-6 kunga bo'lgan vaqtida holsizlik ig'irlab, ishtahasi tutilib, hech nima yegisi kelmaydigan bir holat shakllanadi. Shu vaqtgacha bo'lsa shu qo'rg'an tomoqni yemay, shu sayko'ktatni jiq tog'an, shiri guruch yoki ugurning o'zini yemmasimi suyini ichsa, usuliq ko'p bo'ladi uningda. Suluqqa anda odatga qaynoq suv yoki suv ichmay, shu sayko'ktatning, shu shiri guruchning, ugurning suyini ichib bersa, badandagi vitaminning kamligi, mineral moddalardan shu tuz, natriy, xlor qatorliq mineral moddalarni to'liqlab badandagi kasalga qarshi turish kuchini ko'paytiradi yoki kuchaytiradi. Bu kasaldan osonlam qutulg'iladi. Yana birisi
meyve çivilərinin sularını köprək içməsə, yoki meyve çivilərini yeyib bəsə, bunun da vitamin toluqluğudur. Amma aşqazan buzub qalsa, onu ehtiyatla yeyiş lazım. Bu virus bəzilərdə nəfəs yoluğa uruluşub, dəm sıxılış, yo'tal, oksigen yetişmezlik qatarlıqlarını payda qılsa, yine bəzilərdə aşqazan, üçey cigərə uruluşub, iştihanı tututqan, heç nəsə yüz kəmitqan, mağdulsuzluqan alamətlərini payda qılıvatıdır. Bunun da hər qala alamət çıxıvatıdır, oxşaş eməz boğan alamətlə. Şunun qalab uzuqluniş lazım. Deməkçi boğunum, bu çəqqətin yep gəlgən, normal uzuqlanıb gəlgən uzuqluqlarımızı bək çoğun halətdə özgərtə etməz tərəfdarda duruş lazım deməkçi. Məsələn, Ülüşkün, Tönügəndən 3 qardaşlarımız telefon qıldı. Başqalar mənə küçlük yep bəslədigən, çorba qıp yeslədigən, göş yeslədigən, kebab yeslədigən bədənin küçü aşıttı dedi. Həm də onda başda yemigən yat nəslini hazır yep qoysaq, bədən kesellikni yuqtumen dep kesellik virüslerle karşılık göstəvatqa vaxtıda tərs həzm bulunğan iğir nəslini yeyib qüvvətinin ki köp qismi onu həzm qılıdığan, sındırdığan yerə ketib qılıb kesellik mikroplarını kesilib jarasım virüslerini yoxtudığanı küç az qatı. Şunun için küçünü bölməsi üçün bu çaqadım qanda uzuqlanğan bolsaq, şu uzuqluqlarımızı aynen istimal qilish bilan birgə qo'rg'on tamoqlarini azaytib, suyuq tamoqlarni ko'paytib, badanninki birisi shu kam moddalarni to'liqlab olishiga, yana birisi badandan zaharlik narsalarninki chiqib ketish uchun suyuqlikni ko'paytirish, taratni ravonlashtirish, qavziyat bo'lishning oldini olish, undan keyin talab ta orqali chiqib ketgan natriy, xlor, tuz qatorliqlarni to'liqlash. Mushuninga eng muvofiq ketgan dura yoki eng muvofiq ketgan yemeklik, uzuqluq bizning shu suyuqsalan bo'lgan shirguruch. Bunun başqa keselligi tayyorlayotganimizda masalan kashkapeshi deb ataydi Uyg'urlar. Kashkapeshi shu kasalga eng muvofiq keladi dastlabki kunlarda. Undan keyin uygur qilsaqmi bo'ladi, shuningga nimasalab nonsep bersakmi bo'ladi. Demak, bu yerda biz tuzni to'liqlash, ko'ktatlardan keladigan 30 xildan ortiq vitaminni to'liqlash, undan keyin mineral moddalarninki shu natriy xlorini to'liqlash, shu orqali badanninki kasallikka qarshi turish kuchini kuchaytirib keladi. Şuna qarindoshlardan kutadiganimiz mushu ahvolni bilish bilan birga ruhiy jihatdan nayt xotirjam, jiddiylashmaslik, qo'rqmaslik, vahima paydo bo'lmaslik. Chunki bu kasallar yuqumlanganlarni bu chaqatni ko'rdik. 2% atrofida 2%dan 3%gacha o'lim nisbati nayt tuvan. Onundan başqa onu qo'rqitgan ish yo'q. Ikkinchi qilib charchab qilishning oldini olish, yana qinib uxlash, uyquni yaxshi aramelashga ahamiyat berish. Onundan keyin badan chiniqtirish, yengil bo'lgan badan chiniqtirishga ahamiyat berib, uyning havoliq yerida yoki uyning havosini almashtirib turib, badan chiniqtirishga ahamiyat bersak, mushunlar kasallikka qarshi turish kuchini kuchaytiradi. Ondan keyin suvni ko'p ichishni umumiylik hammalarning hamma doktorlar suvni ko'p ichib berish deb biz muhaciratlik Uyg'urluğa su içishni biz yasaqlaymiz tibbiyotda. Chunki bu kasalda so'g'oq suv nafas yo'liga ziyon qiladi. Uning uchun ya sovutilgan ilman qaynoq suv yoki bo'lmaydi uningga oshning sayning suvi yoki ozroq hasal silib olma tatqiq qilgan holatda hasal suvi ichib bersa bedenin immun gücünü küçeytkili olurdu. Bunundan başka sırtqı çıkmazlıktan başka öğün havasına devamlı almıştırıp duruş, dezinfeksiya qilib duruş, ondan keyin her xil zəhərlik nəslərdən yiroq duruş. Məsələn, zəhərlik nəslər deganimizdən həm də gumamba, şəkva nəslər. Məsələn, şu süni usulda yasalğan hər xil içimliklər, ondan keyin tamaka yoki tamakaga o'xshayotgan puroq voyalar, zaykash yerlar, havosi nachar yerlar, mushu yerlardan yiroq turish bilan bu kasalning oldini olib ham oson qutulg'uluqdir. Yana birisi so'g'oq muhitdan saqlanish lozim. So'ngab qilish buning uchun ziyonliq. Shunga shu
hava özgergen yoki bu kasal gepda bo'lganlar uyning havosini bak so'g'itib o'tishdan ehtiyot qilish lozim. Mening demoqchi bo'lganlarim shu. Yana boshqa tavsiyalarim bo'lsa, keyingi qatimda yana davomli so'zlab turman. Allohga emanet.